Aziz do'stlar, sizlar bilan yana Valijon Abdullayev, tanijoylar sog'mi? Avgust oyimiz ham yetib keldi. Bugun mana Farg'ona quvaga kelgandik. Ancha-muncha narsalarni so'rab o'rganib turamiz. Bizga bitta narsani o'rgatgan odamni ustoz deb bilamiz. Ustozlarimiz ko'p, O'zbekistonda ham, Koreyada ham. Ustozlarning oldiga keldik. Ancha-muncha narsalar so'radik. Allohga shukr, kars tilini o'rganib olgan ekanmiz. Yordam berib turibdi. Xo'sh, men bu videoni qilayotgan sababi mana bu yerda hozir 60 mingta ko'chati bor ekan. Kavidon qilgan. Ko'chat qilgan mana hozir. Ona ko'chatlarni olib, chekalarni ham olyapti, ayollar ishchilar ham ishlayapti. Bu yerda 60 mingtadan 30 mingtasi O'zbekistonga davlatga topshiriladigan joy bor ekan. 30 mingtadan 10 mingtasi sotiladi deyapti. O'sha katta-katta yirik-yiriklarni ajratamiz deyapti. Uni ham qachon? Sentyabrda 15lariga. Hozir mana ular tarbiyalanyapti ko'chatlari. Ko'rsatsam bo'ladi. Ko'chatlar. Baklarni olib bizga o'xshab, biz qilib oldik desam yaxshi qilsan deyapti. Eski baklarni oldik biz. Eski baklarni olib hozir bu ham tarbiya jarayonida. Hisobda mashinadan 30%ni olar ekan, yaxshi-yaxshilarni berar ekan. Ko'chatning narxini 5000 so'm dedi. Oboda qiziquvchilar bo'lsa, nomerini qoldirib qo'yaman, o'sha tarjimonini. Husanboy degan yigit bor. Aloqaga chiqib, kerak bo'lsa, ko'chatlarni Koreyadan olib kelgan ko'chat mana. Olib ko'paytirib olishingiz mumkin. Hozir salqin tushganda 5 ga yaqin bo'lib qolyapti. Abamekting separ ekan, o'rgamchakaniga qarshi 1.8. Abamekting 1.8 ga ekan. To'g'risini ham ko'rsatib o'tkazaman hozir. Mana shunday holat. Mana bu yerda ozgina nimalari bor. Ozuqalari, suv bochkalari, osmoslari. Bo'lgan suvdan muammo bo'lgani uchun mana ko'chatlar tashkilroq ekishlar bular. Boshqalarini mana o'sha olib tashlashibdi. Mana sistema ko'chat uchun rasha zo'r mana. Koreyskiy kasetalar, koreyskiy shlanglar. Kelajakda biz ham shunga niyat qilyapmiz, lekin bu kasetadan topolmaganimiz uchun qila olmadik. Nasib bo'lsa olamiz biz ham. Shunaqa gaplar. Mayli, tanijoylar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Bu ona ko'chat uchun qilingan, bu e'tibor bermanglar, bu bostirilgan. Yaqinda bostirilgan. Keyingi yilgi ona ko'chat uchun tanob bostirib qo'ydi. Yaxshi ko'chatlari naryoqda. Tanijoylar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Alloh omadinglarni bersin. Yaqinda ekishni ham boshlaymiz, agentlarda olingani boshlangan. Hamma harakatlar bo'lyapti, xudo xolasa. Bu jarayonlarni ham sekin-sekin ko'rsatib boramiz. Yana bitta narsa, bu o'tgan yilgi ko'chati bor ekan. O'sha sentyabrda 20lariga tayyor bo'ladi, xohladigan odamga qilib beraman dedi. Sababi hozir frigo holatda turibdi u, o'tgan yil qilgan ko'chat. Noyabrda xolodilnikka qo'yilgan, 6 oy saqlangan u, oyiga $1000 dan. Ko'chat mabodo 10 ming, 100 mingtadan ko'proq ekan. Ko'chat kerak bo'lsa, bu ekish kerak uni, ekib 3 ta bak chiqargandan keyin cho'ngshik deydi, asosiy joyga ekilsa natija zo'r bo'ladi. U rosa o'ziga gul to'plagan. Kerak bo'lsa, avgustda ekkandan ham ilg'orlab bo'lib ketishi mumkin deyapti. Termizlik ukamiz ekadigan bo'ldi. Sinov qilib ko'radi. Lekin mabodo ashundan ham uni ham narxini 5000 so'm dedi. Biz 10 ming so'mlik ko'chat ekan. Rasxoti ko'p bo'lar ekan, endi mayli 5000 so'm beraveramiz deb aytdi shu bolaga. Mabodo kerak bo'lsa, misol menga uni foydasi ham yo'q, zarari ham yo'q, xolis. Shu bolaga aloqaga chiqaverasizlar Husanboyga. Shu kunlarda faqat kerak deganlarga shu xolodilnikdan olib turib, uni kasetaga qo'yib, uyg'otib, 3 ta bak chiqarib beradi. Faqat sentyabrda 20lari bo'ladi unda. Sentyabrda oxiriga, oktyabrga kelman deganlarga qilib berish mumkin. Faqat uni ertaroq aytib qo'yish kerak. Hozirdan boshlanish kerak. Xolodilnikdan chiqarib
uyg'otilish. Mayli, yana bir bor omadinglar bersin.